Efirda. So'kingamga 30 kunga anaqa zapret qo'yib qo'ydi. Mana shunda Keyin bitta yaxshi anaqa bor. Inson odam bor. O'sha ochib berdi. Pura tugamaydi. Agar nima bo'lsa, aktivizor bo'lsa, donatorlar. Уже menga qiziq emasdi. Qaysi biriga anaqa o'tirasiz? Yarim. Undan-de o'sha podarkani masalan almaz deyiladi. U almazni olsangiz, tashlasangiz, keyin podarka bo'lib tushadi. Men almaz olaman. Nima qilasiz? kesib o'tiribdilar hali. Bo'ldilaringmi deysizmi? Men Qildilar. kiprik eking, siz qayta kiprik ekkansizda har 5 minutda oldingiz kiraman. Bo'ldingizmi? Bo'ldingizmi? Qo'llaringni dedim. Ko'raymi dedik. Bo'ldi. Keyin o'tiring, zo'r qiziq ketyapti gap. Nima ketyapti? G'iybatdayim. G'iybat qilaylik, zo'r aktiv bo'ladi boya. Yo'q. Uxlamoqchi edim. Uxlang. Ana unaqa biron joydan yiqilib tushasiz-ku, shuni ko'zim ilingan ekan. O'p ketdim, shu bilan uyqu qochib ketdi. Hozir uxladingizmi? Ha, shunday ko'zim qo'yildi. Seriyozda. Bitta joydan tushib ketasiz-ku, Hmm. ayo anonda. Shunday bo'luvdimki, Uyqu qochib ketdi. Ha. Ana ular Ko'rib qoldim. chiyillab yotganiga. Kimda? Ana ular. Uyga kirib eshityapsiz, eshitilmaydi nima qilsiz? Tinch uxlash. Televizor qo'ymadi, miyam og'rib ketdi televizorga. Pasaytiray desam. Muhammadjon katta bo'lsa, 5 ta xotini bo'lar ekan. Ko'p. Bolalari ham ko'p bo'lar ekan. Bolalari ham ko'p bo'lar ekan. Men aytga kiraman dedi efirga. Yo'q, senga efir mumkin emas, kichkinasan hali desam, katta bo'lsang 20 ga kirsang nima qilaman? Efirga olib kiraman san desam, katta bo'lsam xotin olaman deydi. Nechta bu? 5 ta xotin olaman deydi. Turib. Nechta bu? Opam ushlab turibdi. Nima dedi? Telefoningizni ushlab Postavka turgan. deydi. Postavka zo'r ekan. Ha, zo'rman. Shunaqa ushlab o'tiramanda gap berib. Ha, tozalaydiganingiz bor ekan-ku. Kesib olmang o'tgan safar. O'shaning uchun uncha tozalaman sizga. Qoningizni to'kishga. Zilzilatamiz biz. Ayting. Olib keling. O'ynatmasdan ushlasin. Nima deyapti ekan debman. Men ham shunaqa gapiradiganidan olishim kerak hatto. Nimani? Ushagichni gapiradi. Ko'rdingiz?